Hop, hammaga assalomu alaykum. Xabaringlar bor? Dalada Makka dehqonchiliklar bor, loviyalar. Bugun shu narsani aytmoqchiman. Loviya uchun atdin manaqa bioenergiya degan ozuqani oldim hozir Vetaptikadan. Bu shu pakidan ozuqa berar ekan. Endi o'tgan safar ham shundan sepdim. Har holda yaxshi, natijasi yaxshi bo'ladi. Keyin ko'rgan bo'lsanglar, Makka uchun qurtlari bor edi. Makkaga ozgina qurt tushib qolibdi. Shuning uchun bu doridan oldim. Mana shu doridan oldim. Bugun emas, ertaga Xudo xolasa olib borib shu daladagi dehqonchiliklarga sepaman. Mana bundan ikkita oldim. Buni bittasi 500 litr suvga sepib qo'shilar ekan. Hop, mana uniki instrument o'cha. Shu bittasini o'sha veterinariyadagi odam aytdi, bittasini 3 gektar yerga mo'ljallangan dedi. Bizga 40 sotik, unaqa ko'p emas. Qani ko'ramiz. Natijasi qanaqa bo'larkan. Lekin buni sinab ko'rdim, yaxshi. Bu qurtni o'ldirgani buni bilmayman lekin. Ertaga olib borib sepaman, o'shanda natijasini bir 2 kunda aytaman yana.